Ramazon ruhan poklanish, axloqan yuksalish oyidir. Ramazonda shaytonlar kishalanib, insonni yomonlikka chorlovchi vasvasalar chekiladi. Kishilarga o'zlarini tarbiyalashga imkoniyat beriladi. Binobarin bu oyda qilingan gunohning jazosi kattaroq bo'ladi. Shu bois hadislarda Ramazonda barcha axloqsizliklardan, gunohlardan poklanishga qattiq targ'ib qilinadi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim yolg'on gapirishni va unga ko'ra amal qilishni qo'ymasa, uning taom va ichimlikni tark etishiga Allohning ehtiyoji yo'q deganlar. Bu hadisni Buxoriy, Abu Dovud, Ibn Mojah, Abu Hurayra radhiyallohu anhum rivoyat qilganlar. Imom Buxoriy va Nasoiy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Qachon birortangizning ro'za tutgan kuni bo'lsa, shahvoniy so'z va amallarni qilmasin, hamda baqir-chaqir qilmasin. Agar birortasi u bilan so'kishmoqchi bo'lsa yoki urushmoqchi bo'lsa, men ro'zadorman desin" dedilar. Ramazon oyidagi o'ljalarimizni olishimiz uchun uni imkon qadar mukammal rioya bilan qarshi olishimiz kerak bo'ladi. Bu oyda duolar qabul bo'ladi. Duolar qabul bo'lishi uchun qalbda bu oyga ehtirom misli ko'rilmagan darajada yuksak bo'lmog'i lozim. Oshiq kelin mashug'iga yetishiga sanoqli kunlar qolganda butun borliqqa mehr ko'zi bilan boqqani kabi, Alloh oshiqlari bu kunlarda ana shunday marhamatli, quvonchli kayfiyatda bo'lishlari bilan ajralib turishlari kerak. O'zlarini Robbilariga yo'liqishga hozirlaydilar. Bu uchun kelinchakka kerak bo'lgan atir-upalar kabi husni xulq va go'zal sabrlar kerak bo'ladi. Ramazon ehtiromi shunchalar balandligidan har bir narsa uning ko'ziga har doimgidan go'zal ko'rinadi. Saxovat va shafqatlari ortib, hatto dushmanlariga ham marhamatli bo'lib ketadilar. Hech kimga gina va qudratlari qolmaydi. Chunki Ramazonda ularga tortiq qilinayotgan narsalarni ko'zlari bilan ko'rmasalar-da, qalblari bilan his qilib, sezib turadilar. Uning quvonchi va ishqi shundoqqina yuzlaridan sezilib turadi. Odatda inson ulkan bir yutuqqa erishgan kunlarda o'ta saxovatli, mag'firatli va keng fe'l bo'lib qoladi. Ramazonni bilgan kishi ham ana shunday hislarga oshno bo'ladi. Bu uchun bilish va his qilish kerak. Hajda yurgan kishi qayerda yurganini unutib qo'ymagani kabi, oshiq ma'shug'iga yaqin kelish imkoniyati bo'lgan bu go'zal imkoniyatlar oyida yurganini esidan chiqarib qo'ymaydi. Har bir damini g'animat biladi. Mayli boshqalar uni haqorat qilsinlar, u o'zini tiya oladigan kuchga ega. Bu oyni hammadan ko'ra kuchliroq ehtirom qiladi. Unda badnom bo'lib qolishdan, qora ilondan qochgandek qochadi.